Bizda yuqori qoq blefaroplastikadan keyingi 7 kunlik holat. Hozirni iplarni olib berdik. Marhamat ko'rsanglar bo'ladi. Bemorimiz ko'zlarida skladkalari yo'q edi, tashqi ug'ilga tushib qolgan, yoshlar nisbatan katta ko'rishga ega bo'lgandilar va mana hozir 7 kunlik holatda kameraga qarab turasiz. Natijani ko'rsanglar bo'ladi. Ozgina o'zlaridan fikr eshitamiz, chunki 7 kunlik bitish jarayoni qanaqa bo'lishi ko'pchilikka qiziq. Marhamat. Opajon, qanaqa o'tdi 7 kun? 7 kunda sal ishlar bo'ldi, og'riq bo'lmadi. Qiynalmadingizmi? Qiynalmadim, og'riq bo'lmadi, yaxshi natijasi. Qo'rquvlar bo'ldimi? Ha, bo'ldi, qo'rquvchicha. Nimadan qo'rqdingiz? Ishqdan qo'rqdim. Boshida sal ikki xil roda tuyuldi. Yana nimalar bo'ldi? Boshqa. Shu ochganimda ishq bo'ldi. Keyin sal yumilishga qiynalishda vahimaroq bo'ldi. Bemorimiz sal vahimachiroqdilar, ko'p qo'rqib, mana bunaqa bo'lyapti-ku, unaqa bo'lyapti-ku deb qo'rquvdilar. Mana 7 kunda hozir iplarni olib berdik. Endi juda mamnunlar. Shuning uchun qo'rqmasanglar bo'ladi. Bu normal holat. Ipini olgan